Yaqında Yaponiyadagi parlament a'zolari saylamga qatnashayotganlarning ichida Arfiya Ablat ismli bir Uyg'urning bo'lishi muajiratdagi Uyg'urlar orasida bir qiziq temaga aylandi. Arfiya o'zi tunishtirgandek, u Yaponiyaga o'qishga chiqqan va puhralikqa o'tgan Uyg'ur oilasining Yaponiyada tug'ilgan farzandi bo'lib, Yaponiyada o'rta maktabni bitirgandan keyin Amerikaga kelib o'qigan. BDT, Dünya Bankası qatarlıq yerlerde ishlab tajriba to'plagandan keyin yaqinda Yaponiyadagi cho'ng siyosiy partiyalarning biri bo'lgan Erkin Demokratlar partiyasiga vakolatan yuqori palata a'zoligining nomzodi bo'lib saylamga qatnashmoqda. Bloomberg agentligining inglizcha ziyoratida u o'zining Yaponiya siyosiy sohasiga kirishidagi maqsadini Yaponiyaning xalqaro jamiyatga lider bo'lishi, xalqaro jamiyat duch kelayotgan demokratik sistemaga bo'lgan xirisga taqobil turish, Yaponiya jamiyatidagi ko'p xillikni dunyoga namoyon qilish degan 3 nuqtaga yig'inchoqlagan. 30 yilning oldida hozir NASAda xizmat qilayotgan doktor Erkin Sidiqning ta'siri bilan vatanda Erkin Sidiq hodisi deb atalgan Uyg'ur yoshlari orasida bilim egillash va chetga chiqib o'qish qizg'inligi qo'zg'algan edi. Vatan sirtiga chiqqan shu Uyg'urlarning ikkinchi avlodi bo'lgan Arfiyaning 33 yoshida Yaponiyada eng kichik siyosiy arbob sifatida siyosiy sohaga kirishini Arfiya hodisi deyishga bo'ladi. Arfiya hodisi Erkin Sidiq hodisidan farqli. Ma'lum bir shaxsning ta'siridan qo'zg'algan ijtimoiy hodisa bo'lmasdan Yaponiyadagi Guliston Aziz, Avstraliyadagi Intizor Ilham qatorliq Uyg'urlarning arqa-arqadan o'zi puhra bo'lib yashayotgan davlatlarda kasbiy siyosiy yo'liga menishi Arfiya hodisining mazmuni hisoblanadi. Biz ishonamizki, bundan keyin iqtisodiy yo'lda avangard bo'lg'uchi Uyg'ur yoshlarining hodislari ilm-fanda bo'sish xarakterlik natijalarni qo'lga keltirgan yosh Uyg'ur olimlarining hodislari arqa-arqadan maydonga keladi. Endi bundaq yangidan maydonga kelayotgan Arfiya hodislariga qarta vatan sirtidagi Uyg'ur jamoatchiligining ular qarta pishqan bir pozitsiyada bo'lishi intayin muhim ish hisoblanadi. Arfiya, Uyg'urcha bilamsiz degan savollar. Arfiya, Uyg'urcha bilsangiz, Uyg'urlar uchun ovoz chiqaring degan zo'rlashlar. Ishonamizki, Arfiyaning o'zigami aniq bo'lgan, ammo ifodalash qiyin bo'lgan bir reallik bo'lishi mumkin. Muajiratdagi Uyg'urlar shuni tushunishi kerakki, hozirgi xalqaro siyosiy sistemaga ko'ra Arfiya Yaponiya puhrasi va shuningdek faqatli Yapon puhralariga vakolatan shu davlatning siyosiy sahnasida o'zining bir kishilik vazifasini o'tayotdi. Albatta Arfiyaning Uyg'ur kimligi, uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yuz berayotgan bugungi kunda xalqaro jamiyat va muajiratdagi Uyg'urlar orasidagi qiziq nuqtaga aylanishidagi muhim sabab hisoblanadi. Keskinlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, umsizlikka cho'kkan Uyg'ur jamoatining Uyg'urlarni qutqizg'il bo'ladigan har qanday bir omilga diqqatini yig'ishi, uni ko'chilab beqishi normal. Twitterda Arfiyaga bir yaponlikdan tushgan bir inkos Arfiyaning o'rnining qanchalik sezgur ekanligini bildirdi. Bu inkos bo'lsa, Arfiya, agar bir kunlarda Uyg'urlar bilan yaponlar orasida urush bo'lib qolsa, siz qaysi tarafda tursiz degandan iborat bo'lib, bir siyosiy bo'lish sifati bilan ishonamizki, Arfiyaning bundaq savollarga o'ziga tushliq javobi bor. Yaponiyaning qonuniga asoslanganda, Arfiyaning har qanday vaqtda faqat va faqat Yapon davlati va Yapon puhralarining manfaati uchun xizmat qilish majburiyati bor. Undaq bo'lganda Arfiyaning biz Uyg'urlar uchun hech qanday qimmati bo'lmamdi deganda undaq emas. Arfiyaning yuqorida Bloombergdagi ziyoratida tilga olgan 3 nuqtasini qisqacha analiz qilsak, birinchisi Yaponiyaning universal davlat kuchini oshirish hisoblanadi. Yaponiya kuchlik o'ringa o'tsa, Xitoyga taqobil turadigan kuch oshidi. Ikkinchisi bo'lsa, xalqaro demokratik sistema va o'lchamlarga bo'lgan xiris bevosita Xitoydan kelyotidi. Bu xirisga qarshi turishning kimga qarshi turish ekanligi intayin aniq. Uchinchisi, Yaponiyaning jamiyatining ko'p xilligini namoyon qilishga
eng ehtiyojli bo'layotgani Yaponiya albatta. Yaponiya demokratik davlatlar ichidagi sanoqli puhra davlati hisoblansimi, Aral davlati va taq millatlik ijtimoiy gavdasi sababidan hozirgacha dunyoda mutassib taq millatlik milliy davlat markasini taqab yurmoqda. Bu uchinchi nuqta bo'lsa, yaponliklar ifodalashda qiynalayotgan xalqaro jamiyat bo'lsa, buni ko'rishda qiynalayotgan nuqta bo'lib, Yaponiyada tug'ilgan g'ayri yapon naslidan, ammo yapon puhrasi Arfiya uningga nihoyat yaxshi bir ulgu bo'lib oldiga chiqdi. Arfiya oldiga chiqib, yaponlarga xizmat qilsimi, ammo uning ismi har bir atalganda bu ism Yapon ichi va sirtida Uyg'urlar uchun ishlangan intayin ijobiy tashviqot hisoblanadi. Yuqorida deganimizdek, Yaponiya demokratik davlatlar ichidagi sanoqli puhra davlati qatoriga kirdi. Puhralar davlatining qonuni shu davlatdagi asosiy millatning manfaati uchun bo'lmasdan, shu davlatga puhra bo'lgan barliq insonlarning manfaatini qo'g'daydi. Bundaq davlatlar inson haqlarini qo'g'dashni davlat qonuni va siyosatining asosi qiladi. Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan va shuningga qarshi qonun va siyosat yurgizayotgan davlatlar asosan puhra davlatlari bo'layotadi. Shu sababdan Arfiya hodisasidagi yosh Uyg'ur avlodlar bir ig'iz Uyg'urcha so'zlamay, Uyg'urlar uchun biror ovoz chiqarmay, butunlay o'z davlati va o'z puhralari uchun xizmat qilsimi, ularning yoqlayotgani, qo'g'dayotgani demokratiya hisoblanadi. Bu dunyoda haqiqiy demokratiya mavjud bo'lib tura oladigan, kengayalaydigan, Uyg'urlarni qutuldira oladigan, qo'llaydigan kuch va umid davomliq mavjud bo'lib tura oladi, zo'riydi degan gap. Shu sababdan Arfiyaning Yapon davlati uchun xizmat qilishi bilan Uyg'ur masalasining xalqaralashishi parallel va bir yo'nalishdagi xizmat hisoblanadi.